Zamonaviy va chiroyli kiyinish nafaqat tashqi ko'rinish, balki o'ziga bo'lgan ishonch demakdir. Ushbu so'zlar sizga kiyim-kechak va uslub haqida gaplashganda yordam beradi. Bu iboralarni yodlab qoling va suhbatda ishlating. Следовать моде. Modaga amal qilmoq. Она всегда старается следовать моде и покупать новинки. U har doim modaga amal qilishga va yangi narsalarni sotib olishga harakat qiladi. Выглядеть стильно. Zamonaviy stilli ko'rinish. В этом костюме ты выглядишь очень стильно. Bu kostyumda sen juda zamonaviy ko'rinyapsan. Подобрать гардероб. Garderob kiyimlar to'plami tanlash. Стилист помог мне правильно подобрать гардероб на весну. Stilist menga bahor uchun garderobni to'g'ri tanlashda yordam berdi. Это мне идет. Bu menga yarashadi. Я думаю, что синий цвет мне очень идет. Menimcha, oq rang menga juda yarashadi. Сочетать вещи. Kiyimlarni bir-biriga moslash. Важно уметь правильно сочетать вещи по цветам. Kiyimlarni ranglariga qarab to'g'ri moslashni bilish muhim. Чувство вкуса. Did bilan kiyinish. У моей подруги отличное чувство вкуса. Dugonamning didi juda baland.